Opa, xudo xolasa Buxorodan kelgan ekansiz, sayohat topasiz. Hozir bir kurs tugatdingiz. Endi bir kurslik natijalarimizni bir ko'ramizda opa. Belgi rejasi L5 S1imizda 11 mm, L4 L5da 8 mm reja bilan kelgan ekansiz. Hop, grudniy отделda gemangioma bor ekan 2.6 mmlik, bel stenozi yallig'lanish kuchli ekan. Osteoxondroz bor. Hop, beliz oyoqqa berishi o'ng oyoqqa berardi ekan, a? O'ng oyoqqa berardi ekan. Hozirda qanaqa o'zgarishlar bo'ldi bel girejalaringizda? Qanday o'zgarishlar bo'ldi hozirda sizda? Yaxshi, ancha o'zgarishlar yaxshi. 70% ga erishdingiz bir kursimizda. Kelganingizda holatingiz jinday og'irroq edi, o'g'lingiz olib kelib tashlab ketganida sizni. Hozir bemalol yura olyapsizmi? Bemalol. Kayfiyatlar ham yaxshimi ancha? Xudoga shukr, ancha yaxshi kayfiyatlar. Yaxshi. Endi bundan tashqari, girejadan tashqari yana yurak kasalliklari bilan kelgan ekansiz, yurakda og'riqlar, tolishlar bor ekan. Ularda nima o'zgarishlar? O'zgarishlar ancha yaxshi bo'ldi. Xo'p, o'ng qo'l oyoqlar uvushishimiz bor edi ekan, oyoq qo'l uvishishlarimiz. Uvishishlar ketdimi? Ketdi uvishishlar. U qancha foizga yaxshilandi uvishishimiz? Ham 70%, 80% ga yaxshilandi. Xo'p, jeniskiy muammolar bor ekan. Ularda qanaqa o'zgarish bo'ldi? Ularda ham yaxshi ancha. Yaxshi. Bo'yin og'riqlaringiz bor ekan. Bo'yinda qanaqa o'zgarish? Bo'yin og'riqi ancha qolib ketgan. U qancha foizga yaxshilandi? Shu 70 desam bo'ladi, 70-80% desam bo'ladi. Barmoqdagi og'riqlaringizcha? Shu 80%. Yaxshi. Xo'p, ikkala tizzada osteoartrozis bor ekan, shu yemirilishi ikkinchi stepen ekan. Unda nima o'zgarish bo'ldi? O'zgarish bor ancha. Yuribman o'zim. Yaxshi. Og'riqlardan ancha qutulib qoldingiz, xudo xolasa. Qoldingiz bor, ozgina. Qarindoshlaringiz kelib davolanib ketgandan keyin siz keldingiz, shundaymi? Kelayotgan paytingizda ishonuvdingizmi o'zi davo bo'lishini? Yo'q, ishonmasdim. Ishonib keldim, yana shifo topdim. Rahmat shifokorlarga, hammalariga rahmat. Alloh shifosini bersin. Xursandmisiz axir? Xursandman. Sizni hozir videoda ko'rganlar xursand bo'lmasdan gapiryapti deb o'ylaydi-da. Yo'q, shukr, Allohga shukr. Yaxshi, Alloh shifosini bersin. Qo'llaringizda ko'rmasin. Salomat bo'linglar. Alloh shifo bersin opa. Xudo xolasa keyingi kurslarimizda yana ham tiklanib ketasiz inshaalloh.